Xo'p, siydikni ko'p ushlab yurish, ya'ni ushlab turish siydikni siymasdan, siydik qistadi deylik, lekin siymasdan hojatga chiqmasdan siydikni ushlab turish bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Bilamizki, mana tahorat olgan erkaklarimiz yoki bo'lmasam tahoratdan keyin, ya'ni bitta namozdan ikkinchi namozgacha tahoratni buzib qo'ymay deb ko'pchilik shunaqa qiladiki, ya'ni tahoratim yangilamay deb siydigini siymasdan ushlab turadi. Bu juda ham yomon. Nimaga? Chunki siydikni ko'p ushlab turish, hojatga chiqqisi kelganda, qistaganda chiqmaslik bu birinchi navbatda, demak, siydik chiqarish yo'llarida yoki buyraklarda turli xil kasalliklarga olib keladi, infeksion kasalliklarga olib keladi birinchidan. Ikkinchidan, mana bunaqa ko'p siydikni ushlab turish, demak, siydik qopida yoki bo'lmasam buyraklarda, siydik yo'llarida tosh, ya'ni siydik tosh kasalligini paydo bo'lishiga olib keladi. Shunaqa bemorlar keladi, men o'zim ham uzi qilaman, o'shanda ko'raman, siydik qopini ko'rganimizda, siydik qopida katta-katta toshlar turadi. O'sha bemorlardan so'ralganida mana bu sabab ham bo'ladi. Ya'ni shu siydikni ushlab turardim, siydik qistasa ham chiqmasdim deydi. Katta-katta toshlar turadi. Endi u toshni nima qilinadi? Uni eritib bo'lmaydi endi. Uni faqatgina katta-katta toshlar haqida gapirilyapti. Uni endi operativ yo'l bilan, jarrohiylik yo'li bilan kesib olib tashlash kerak.